natijasida mana shunaqa holatlar paydo bo'ladi. Bundan operatsiya qilinmaydi bu narsani. Bunday holat ko'pchilik savol beradi-da, qandli diabet qovuqqa yoki siyishga ta'sir qiladimi deb so'raydi amaki. Sizda aynan mana shunaqa holat. Siydik qopida uzoq vaqt qandli diabet bilan kasallangan bemorlarda ayniqsa o'ziga qaramagan, mana siz ham dieta ko'p saqlamagansiz, to'g'rimi? To'g'ri. Nima bo'lsa yegansiz, boshqa bo'lgan qoningizda qand miqdori 13, 14, 15 bo'lib ketgan, to'g'rimi? To'g'ri. Baland yurgan, diyetaga rioya qilib, dorilarni vaqtida ichmagansiz, to'g'rimi? Mana shuning natijasida bemorimizda siydik qoplarida biriktiruvchi to'qima paydo bo'lganda, biriktiruvchi to'qima paydo bo'lib, mana shu qovuq kengaygan paytda u kengayishga bermaydi. Tushundingizmi? Elastikligini yo'qotadi qovuq. Tushundingiz aka? Elastik bo'lmay qoladi, kengay olmay qoladi. Sarazi ozgina nima bo'lsa, qisingiz qistaydi, tez-tez borishga nima qilasiz, usha olmay qolasiz ba'zan qisqarish natijasida mana shunaqa holatlar paydo bo'ladi. Bundan operatsiya qilinmaydi bu narsani. Faqat dori-darmon bilan va fiziolecheniyalar bilan davolab turiladi. Biz sizga hozir tavsiyalar beramiz, kerakli dorilar bor, boshqa bor, lekin bu narsani operatsiya qilmaydi, boshqa qilmaydi. Va siydigingizni qoldiq siydik ham yuqori, 85 gram qolib ketgan qovug'ingizda. Lekin siydik naporingiz yaxshi, 23 ml/s bu juda yaxshi degani. Napor yaxshi. Operatsiya muvaffaqiyatli bo'lgan sizga. Yaxshi bo'lgan. Lekin haligi bo'lib siygansiz, bittada sharr etib siyib chiqmagansiz. To'xtab siyibsiz. Shu tekshiruv uropometriya amaliyoti shu o'zimizda klinikada bor bu narsa, shuni qildik hozir va boshqa tekshiruvlarni ham qildik. Hozir amakiga lecheniya qilib davolaymiz, xudo xohlasa. Rahmat.